Do'stlar, va nihoyat Habib Nurmagomedov va Conor McGregor o'rtasida bo'lib o'tgan tarixiy jangdan so'ng yuzaga kelgan urushlarni, janjallarni ketma-ketligini ko'rib chiqamiz. Conor taslim bo'lgandan keyin Habibning ko'zi Dillon Danisga tushadi va unga qarata o'z kapasini uloqtiradi. Dillon esa uni o'ziga chorlamoqda. Endi esa Habibni to'xtatib qolishning iloji yo'q. U Conorning 3 nafar murabbiylari ustidan uchib o'tib, aynan Dillon Danisga hujum qiladi. O'z burchagidan vaziyatni kuzatib o'tirgan Conor ham Habibning ortidan sakramoqchi bo'ladi. Lekin oktagondagi xavfsizlik xodimlari uni to'xtatib qolishadi. Va shu paytda Habib tomonga yugurib ketayotgan Islom Maxachevga e'tibor bering. Biz bu kadrga hali qaytamiz. Shu paytda oktagonda Abu Bakr Nurmagomedov Conor McGregor bilan to'qnash keladi. Conor birinchi bo'lib unga chap qo'lda zarba yo'llaydi. Kutilmaganda Conordan zarbani qabul qilib olgan Abu Bakr qo'lidagi papaxa bilan Conorga javob bermoqchi bo'ladi. Lekin u yo'llagan zarbalar Conorga yetib bormaydi. Shu paytda oktagonga Zubayra Tuxugov sakrab kiradi. U o'ng tarafga ketayotgan paytda uning ortida Conor turganini ko'radi va Conorga o'ng qo'lda zarba yo'llaydi. Conor ham unga chap qo'lda javob beradi. Bu kadrda esa oktagonga yugurib kelayotgan Habibning kurash bo'yicha murabbiyi Esadulla Emiragayev. U oktagondan oshib o'tadi va Conorning yuz bosh qismiga kamida 3 ta aniq zarba yo'llaydi. Oktagonda va uning tashqarisida bo'layotgan xaosdan xavfsizlik xodimlari ham shoshib qolgan. Endi esa markaziy janjal Habib va Dillon bilan hamma ovora bo'lib qolgan bir paytda video boshida oktagonni aylanib yugurib o'tgan Islom Maxachev Dillonga chap qo'lda juda kuchli zarba yo'llaydi. U tarafdan esa Habibning menejeri Rizvan Magomedov ham Dillonni aytib o'tirmadi. Agar vaziyatga politsiya aralashmaganda Rizvanning ikkinchi yo'llagan zarbasi ham Dillonga tegardi. Bu kadrlarda esa xavfsizlik xodimlari Islom Maxachevni tinchlantirishga urinmoqda. Oktagonda esa yana o'sha vaziyat. Abu Bakr Nurmagomedov qaytadan Conor McGregorga hujum qilmoqda. Conor chap qo'lda yo'llagan zarbasi Abu Bakrga aniq tekkanini ko'rishingiz mumkin. Shundan keyin hamma narsa asta-sekinlik bilan tinchlana boshlaydi. Dana White, Hunter Campbell, Joe Rogan, DC va boshqa rasmiylar bunday dahshatni hali hech qachon ko'rishmaganini bir necha bor takrorlashadi. Va eng qizig'i do'stlar, bo'lib o'tgan ishlardan so'ng Conor McGregor o'ziga bo'lgan hujumlardan keyin politsiyaga ariza yozmagan. Shu sababli jangdan so'ng hibsga olingan Rizvan Magomedov va boshqalarni politsiya qo'yib yuboradi.